Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan A+100 kitobimizning 3-savol turlarining 2-qismini olishda davom ettiramiz. Demak, o'tgan safar 14-misolgacha ko'rgan edik. Bu safar 15-misoldan davom ettiramiz. 15-misolimiz: poyezd svetofordan o'tib ketish uchun 6 sekund, uzunligi 240 metr bo'lgan tunneldan o'tish uchun esa 24 sekund vaqt kerak bo'ladi. Demak, bo'ldi. Poyezd 6 sekundda v tezlik bilan, hop, bizga kerak bo'ladigan narsa poyezdning uzunligi kerak. Poyezdning uzunligi, hop, s desak. Demak, s masofani 6 ko'paytirilgan v tezlik bilan bosib o'tdi. Keyin 240 metr bo'lgan tunneldan o'tish uchun 24 sekund vaqt kerak bo'ldi. Xuddi shu v bilan 24 sekundda 240 endi tunnel bilan poyezdning tezlik uzunligi qo'shiladi. Shunchani 24 sekundda bosib o'tibdi. Endi poyezd 160 metr uzunlikdagi bekat yonidan o'tib ketish uchun necha sekund vaqt kerak bo'ladi? Hop, endi bizga so'ralayotgani 160 plyusdan s v ko'paytirilgan t so'ralyapti. Hop. Vani topmasak bo'ladimi yo'qmi? V teng s taqsim 6. Joyiga qo'yamiz. 240 plyusdan s teng 24 ko'paytirilgan s taqsim 6. Hop, bu bilan musodalashsa 4s qoladi. Bu ayrishib o'tsa 240 teng 3s. S teng 80. Poyezd uzunligi qancha ekan? 80 metr ekan. Hop, endi v ni topa olamizmi? Hop, v teng 80 taqsim 6 ga tegib qoladimi? Hop, endi joyiga qo'yamiz. Bizga mana bu kerak edi. 160 plyusdan 80 teng t ko'paytirilgan 80 taqsim 6. Yig'indisi 240 teng t ko'paytirilgan 80 taqsim 6. 3 t teng 18 sekund etar ekan. Hop, endi 16-misolda ishlaymiz. 16-misol: basseynni ikkita nasosni birgalikda 9 soatda to'ldiradi. Hop, ikkita nasos unumdorlik bo'yicha hisoblasak 1/a qo'shilgan 1/b bilan ko'paytirilgan 9 soatda bitta ish bo'lar ekan. Endi agar ikkita nasos birgalikda ishga tushirilib, basseyn to'lishiga 1 soat vaqt qolganida birinchi nasos o'chirib qo'yilsa, endi qaranglar. Birinchi nasos a soatda to'ldiradi, ikkinchi nasos b soatda to'ldiradi. Endi 1 soatda bu 1/a qismi to'ladi, bu esa 1 soatda 1/b qismi to'ladi, shundaymi? Endi birgalikda ishlasa 9 soatda to'lsa, to'lishiga 1 soat qolganda deyapti. Demak, ular necha soat ishlagan? 8 soat ishlaganmi? 8 soatda qancha qismi to'lgan bo'ladi? 1/a plyusdan 1/b ko'paytirilgan 8 soatda qancha qism to'lgan? Mana uni o'zi 1/9 ga teng bo'ladi. Demak, 8/9 qism to'lgan bo'ladimi? Endi aytilyaptiki, o'chirib qo'yilsa, qolgan qismi 12 soatda to'ladi deyapti. Ikkinchi nasosni o'zi 1/b unumdorligi bilan 12 soat ishlasa, qolgan qismi qancha? 1/9 mi? Xo'p, demak 1/b deganimiz 1/108. Demak, b teng 108. Bizdan so'ralayotgani, xo'p, birinchi nasos yolg'iz o'zi basseyn necha soatda to'ldiradi? Endi birinchi nasos, ya'ni a so'ralyapti bizdan. Xo'p, joyiga qo'yamiz. Xo'p, 1/a plyusdan 1/108 teng
1 taqsim 9. Ayirish bo'lsa 1 taqsim a teng. Hop, uy mahraji 108. Bu 12 bo'ladimi? 12 ayrilgan 1 teng 11 taqsim 108. To'g'ri ayırdimmi? Xo'p, 1 soat vaqt qolganida birinchi nasos o'chirib qo'yilsa, basseyn 12 soatda to'ladi. Necha soatda to'ldiradi? Xato ketdik. Xato ketgan joyimiz. Xo'p, 8 soat ishlab bo'ldi. 8 soat ishlab bo'lgan bo'lsa, jam 12 soatda to'lgan. Yana 4 soat ishlagan bo'lamizmi yolg'iz o'zi? 1 taqsim 9 qismi qolgan edi. 1 taqsim b ko'paytirilgan 4 bo'ladi. 4 soat yolg'iz ishlagan bo'lar shunisiga. 1 taqsim 36 bo'ladi. 1 taqsim b deganimiz. Demak, endi joyiga qo'ysak, 1 taqsim 36 qo'shilgan 1 taqsim a teng 1 taqsim 9. 1 taqsim a teng, hop, 4 ayrilgan 1 taqsim 36. Demak, 1 taqsim a teng 3 taqsim 36. A teng 12. Endi topdik. Biz adashganimiz basseyn 12 soatda to'ladi degan-ku. Qolgan qismi 12 soatda to'ladi deyilmaganda. Общий 12 soatda to'ladi. 8 soat birga ishlagan, keyin yana 4 soat yolg'iz o'zi ishlagan ikkinchi nasos. Xo'p, 12-misol. Kema daryo oqimi bo'yicha A bekatdan B bekatga bordi. Kema yarim soat to'xtaganidan keyin orqasiga jo'nadi va A dan chiqqanidan 8 soatdan keyin yana A bekatiga qaytib keldi. A va B bekatlar orasidagi masofa 36 km. Daryo oqimining tezligi 2 km taqsim soat bo'lsa, kemaning turg'un suvdagi tezligini toping. Xo'p. Tenglamasini so'raymiz. S teng 36. Xo'p, 36 t ko'paytirgan borguncha daryo oqimi bo'ylab suzgan bo'lsa, daryo oqimi qo'shiladimi? V plyusdan 2. Xo'p, keyin yana 36 kilometrni qaranglar. Borib yarim soat to'xtab turib qaytib keldi. 8 soat vaqt sarfladi. 8 soat ketibdi. Yo'lga qancha ketgan bo'ladi? Agar borib qaytganda nima bo'lgan bo'ladi? Yarim soat to'xtamaganda. 7,5 soat bo'lgan bo'ladimi? 7,5 soat. Demak, qaytib kelishiga 7,5 ayrilgan t ko'paytirilgan v minusdan 2. Qaytguncha daryo oqimiga qarshi suzgani uchun tezlikdan daryo oqimining tezligi ayriladi, kemaning tezligidan. Xo'p. Endi bizdan so'rayotgani kemaning turg'un suvdagi tezligi, ya'ni v so'ralyapti bizdan. V teng so'roq. Xo'p. Ko'paytirib chiqamiz bu tomonni. 36 teng t ko'paytirilgan v plyusdan 2 bo'ladigan bo'lsa, bu tomonni ko'paytirib 36 teng. Buni ko'paytirsak 7,5 v minusdan 15 minusdan vt plyusdan 2t. Hop. 36 teng 36 likdan foydalansak 2t teng 2t plyusdan vt teng 7,5 v minusdan 15 minusdan vt plyusdan 2t. 2t'lar tozalashib ketadi. Bu tomonga o'tsa 2vt teng 7,5 v minusdan 15. Hop, t'ni v orqali ifodalab olamiz. T deganimiz 36 taqsim v plyusdan 2. Joyiga qo'yaman. 2 ko'paytirilgan 36 taqsim v plyusdan 2 ko'paytirilgan v mana joyiga qo'ydim. Mana t'ning o'rniga mana buni qo'ydim. Teng 7,5 v minusdan 15. Xo'p. 7,5 chiqarib olaylik-da bundan. V minus 2 qoladimi? Bu yoqqa ko'paytirib o'zamiz. 72 v teng
ko'paytirib o'tkazsak 7,5 ko'paytirilgan v minus 2 v plus 2 bo'ladi. Tushundingmi shu? Xo'p. Endi ochib chiqsak necha bo'ladi? 2 ga ko'paytirib yuboraylik-da. 144 v teng 15 ko'paytirilgan v kvadrat minus 4. 3 ga soddalashtiraylik-da. 5 v ning kvadrati minusdan 20. Hop, 3 ga bo'lib yuborsak buni necha bo'ladi? 144 3 ga bo'lamiz. 48 to'g'ri. 48 v. Hop, bu tomonga o'tkazamiz. 5 v ning kvadrati minusdan 48 v minusdan 20 teng 0. Hop, diskriminant qilamizmi, ko'paytirib ajratamizmi? 50 yaxshi. 5 v ning kvadrati minusdan 50 v plusdan 2 v minus 20 teng 0. Beradimi 48 v ni? 5 v ni chiqarib olsak v minusdan 10 plus 2 ni chiqarib olsak v minusdan 10. V teng 10 v teng minusdan 0,4. Bunisini bo'la olmaydi, bunisi bo'ladi javob. C variant ekan. Xo'p, keyingisi 18. Xo'p, bunga ham qarab qo'ying. Yashil o'chib qolsa, mikrofon ishlamayotgan bilan qo'yver, laqqillagan yozilmaydi. Xo'p, n nafar o'quvchidan iborat guruh imtihon topshirdi. Ma'lumki, imtihondan yiqilganlarning o'rtacha balli D. Imtihonda o'tganlarning o'rtacha balli A va butun sinfning o'rtacha balli esa P ga teng bo'lsa, imtihonda nechta o'quvchi o'tgan? Xo'p. Jami o'quvchi. Jami n-tami? N-ta. Xo'p. O'tganlar x ta. Yiqilganlar y ta. Xo'p. Endi bizda bor narsa aytayaptiki, imtihondan o'tganlarning o'rtacha balli degani, misol uchun 5 kishi imtihondan o'tgan bo'lsa, ularni ham balli yig'indisini topib, o'rtachasi o'rta arifmetikaga topib 5 ga bo'linadi, o'rtacha balli kelib chiqadi. Imtihondan o'tganlar o'rtacha balli necha ekan? A ga teng ekan. Ya'ni imtihondan o'tgan o'quvchilar x ta o'quvchi m ball bilan o'tgan bo'lsa, jami ball o'tganlarning jami balli x ko'paytirilgan a bo'ladi. Yiqilganlarning jami balli y ko'paytirilgan d bo'ladi. Endi bu yig'indisini qo'shsak, hamma o'quvchining balli to'plagan balli kelib chiqadimi? Xo'p. A x plusdan d y o'zi x plus y n ga teng. Yiqilganlarni o'tganlarni balli. Xo'p, buni n ga bo'lsak, nimaga teng ekan? P ga teng ekan. Endi bizdan x so'ralyapti. Y yo'qotishimiz kerak. Y teng n minusdan x ga teng. Joyiga qo'yamiz. A x plusdan d n minusdan dx teng n p. Xo'p, bu ikkalasini o'tkazamiz. X chiqarib olib, a ayrilgan d teng n p ayrilgan n d. Xo'p, x teng n p ayrilgan n d taqsim a ayrilgan d. Shunday javob bor ekan. N ni chiqarib olgan. P ayrilgan d taqsim a ayrilgan d ni berar ekan.
18-chi misolning ishlarida S varianti. Xo'p. Demak, rasmni chizib oldik. Birinchi quvur 6 soatda to'ldirar ekan. Ikkinchi quvur, ya'ni ikkinchi quvur esa B quvur 3 soatda to'ldiradi. S quvur esa buni balandligini 3 dan 1 qismiga teng bo'lsa, mana bu yergacha ishlamay turadi. Buncha qismini esa 4 soatda bo'shatadi. Endi 4 soatda mana shuncha bo'shatsa, 4 soatda bo'shatadi. Xo'p, 4 soatda 2 taqsim 3 qismini bo'shatsa, endi shu quvur pastda bo'lganda necha soatda bo'shatgan bo'lardi? 4 soatda 2 taqsim 3 qismini bo'shatgan bo'lsa, 1 soatda 1 taqsim 3 qism bo'shatadimi? Agar yana u pastda joylashib, yana 1 soat ishlaganda, umuman bo'shagan bo'ladi 2 soatda bo'ladi. 4 soatda 2 taqsim 3 qism bo'shagan bo'lsa, 1 taqsim 3 qismini 2 soatda bo'shatgan bo'ladi. Demak, yana agar bu pastda bo'lganda, yana 1 soat ishlaganda, 2 soat ishlaganda, demak, jami hovuzni 6 soatda bo'shatgan bo'lar edi. Unumdorlik. Xo'p, endi mana bu yergacha yolg'iz o'zi ishlaydigan ikkita quvur faqat to'la. Demak, birinchisi 1 taqsim 6 qo'shilgan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan t teng 1 taqsim 3 bo'ladi. T'ni topib olishimiz kerak. Umumiy mahraj 6, 1, 2. 3 taqsim 6 ko'paytirilgan t teng 1 taqsim 3. T teng 2 taqsim 3. Ya'ni 40 minutda she'rgacha kelar ekan. Qolgani 1 taqsim 6 qo'shilgan 1 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 6. Xo'p, nimaga 1 taqsim 6 qilib oldim? 1 taqsim 4 emas. Unumdorlik agar bo'sh hovuzni 6 soatda bo'shatar edi. T2 teng qancha qismi qoldi? 2 taqsim 3 qismi qoldimi? Xo'p. Hisoblaymiz bu yog'ini. Bu bilan bu ketadi. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan T2 teng 2 taqsim 3. T2 teng 2. Demak, 2 soat u 40 minut da to'lar ekan. Javob 8 taqsim 3 ekan. Keyingisi 20-misol. Hovuzdagi suv bo'shatila boshlanganidan 1 soat o'tgach 40 metr kuba suv qoldi. Yana 3 soat vaqt o'tgach esa suv qoldi. Dastlab hovuzda qancha suv bo'lgan? Xo'p. Hovuz bir xil tezlikda chiqarib bo'shatilayotgan bo'lganda, to'g'rimi? Bir xil tezlikda bo'shatilyapti. 1 soatdan keyin qoldi qancha? 400 mi? 400. Endi tasavvur qilinglar. Yana 3 soatdan keyin 250 qoldi deyapti. 3 soat mobaynida qancha suv chiqib ketgan? 3 soatda 150 chiqib ketgan bo'lsa, 1 soatda qancha chiqar ekan? 50 mi? U birinchi 1 soatda ham 50 chiqarib yuborganmi? Shundaymi? Demak, boshida qancha bo'lgan? 400 ga 50 ni qo'shsak, dastlab 450 qolgan. Chunki 1 soat ishlagandan keyin 400 qoldi-da. 1 soatdan keyin shuni o'lchab ko'ryapti, 400 qolyapti. 3 soatda 250 qolyapti. Demak, 3 soatda 150 chiqib ketgan bo'lsa, 1 soatda 50 ga chiqib ketgan. Dastlab boshida o'lchashidan oldin 450 bo'lgan. Javob D. Endi yigirma birga qaraymiz. Tezliklari mos ravishda 70 va soatiga. Xo'p, 120 bo'lgan ikkita mashina A va B shaharlarda
A shahardan B ga qarab. Xo'p, mana bunisi ketdi. Mana bu yerda B shahar bor. Bu yerdan 170 bilan harakatlandi. Bu yerda esa 120 bilan, bu yerda 170 bilan 70 bilan 20 bilan harakatlandi. Xo'p, A'dan endi tezroq harakat qilayotgan mashina B ga yetib boradi va hech to'xtamasdan orqasiga qaytadi. Qaytayotganda S nuqtada uchrashadi. Xo'p, qaranglar. Tasavvur qilinglar. Mana bu devor. Bu yoqqa qarab yuryapti. Bunisi esa bu yoqqa qarab yuryapti. Tezroq yuradi-da bu. Endi umumiy masofani topmoqchi bo'lsak, buni bunday o'chirib, buni birga bir bu yoqqa ko'chirsak, bir-biriga qarab kelayotgan bo'ladimi? Aha. Umumiy masofa S. Umumiy masofa S. Endi borib oldidan kelsa, mana bu yerda uchrashyapti. S nuqtada uchrashyapti. Bu yoqqa ko'chsa 2S bo'ladimi? 2S ni T vaqtda 70 plus 120 da bir-biriga uchrash, T vaqtda uchrashgan bo'lsin. Endi S nuqtada uchrash deyapti. Bizdan A taqsim nima so'ralyapti? A taqsim B. A taqsim B teng so'roq. Endi pastdan chizib olaman. Mana bu yerda B nuqta bor. Mana bu yerda A ning soyasi, bu yerda A ning o'zi. Xo'p, bu tomondan 120 bilan harakatlandi. Bu tomondan esa 70 bilan harakatlandi. Xo'p. Yig'indisi ichiga teng qara. S teng. Bu yer ham S, bu yer ham S bo'lsa, xo'p, 2S teng 190 mi? 190 T mi? S teng 85 T taqsim 85 taning o'zi qolyapti. 85 ta. Xo'p. Shunga ko'ra S taqsim A bilan B S mana bu yerda uchrashadi bular. S nuqtada uchrashadi. Xo'p. Ikkalasi yo'lning o'rtasiga kelish uchun xo'p, mana yozaveramiz. 70 da xo'p, 120 bilan harakatlanayotgani T vaqtda S masofani bosib o'tsa, T ni topib olsak, S taqsim 120. Xo'p, lekin u 70 bilan harakatlanayotgani T vaqtda S masofani bosib o'ta olmaydi-da. Qayerga kelib qolgan bo'ladi? Bu A S nuqtaga kelib qolgan bo'ladi. Qayerga kelib qolgan bo'ladimi? A S ni endi S orqali ifodalab olamiz. A S teng 70 ko'paytirilgan nechiga teng? S taqsim 120 mi? Xo'p, bu bilan bu o'tsa A S teng 7 S taqsim 12. Shuncha joyga yetib kelgan bo'ladi. Xo'p. Bu mana bu yerga kelganda shuncha joyga kelgan bo'ladi. Mana bu yerga kelib qolgan bo'ladi. A S bo'lmaydi shu. Mana bu yerga D nuqta deylik. Aha. Endi o'rtada qancha qolyapti? O'rtada uchrashguncha. Ya'ni hozir bu qaranglar bunday bo'lyapti-da. Bu mana yerga yetib kelgan bo'lsa, bunisi mana yerga kelib qoldi. 7S taqsim 12 ni bosib o'tdi. Mana yergacha qancha masofa bor? Uchrashguncha. O'rtada 5S taqsim 12 qoldimi? 5S taqsim 12.
5s taqsim 12ni hop. Bu proporsiya qiladigan bo'lsak 19 tda 5s taqsim 12ni bosib o'tdi. 19 ga bo'lsak t teng 5s taqsim 19 ko'paytirilgan 12 ni yana 12 ga ko'paytiramiz. Hop, bu bilan qisqarsa 5s taqsim 19 qoladi. 5s taqsim 19. Hop, bu esa 5s taqsim 12 dan ayirsak 5s taqsim 19 ni 5s chiqarib olsak, hop, 7 12 ko'paytirib 19 qoladi. Achaklashib ketdi. Hozir qildi. Hop. Endi qaranglar, bizda masofa berilmagan, shuning uchun s ni proporsional bo'lish uchun 380 deb olaman. 380 bu yergacha 190 bo'lsin. Bu yergacha ham 190. 480 deylik. 480 bo'lsin s общий. 240 deymiz. 240 desak, mana yergacha 1 soat ketdi. 120 ni 1 soatda bosib o'tdi, bu esa 70 ni 1 soatda bosib o'tdi. Bir-biriga qarab kelayotganini hisoblasak. Xo'p. Mana bu yer 50 qoldi. 50 ni 190 bilan t vaqtda bosib o'tdi. T teng 50 taqsim 19 190. Ya'ni 5 taqsim 19 qolyapti. Hop, demak, mana bu yerda uchrashgan bo'lsin, sinfda b s teng bo'ladi 120 ko'paytirilgan 5 taqsim 19. Hop. Bu 600 taqsim 19 bo'ladi. Bo'lsa. Endi AC esa dastlab 70 bosib o'tgan edi. Bunga qo'shamiz 70 ko'paytirilgan 5 taqsim 19. Xo'p, 70 qo'shilgan necha bo'ladi bu? Ko'paytirsa 350 mi? 350 taqsim 19. Xo'p. Endi buni ko'paytiraylik-da. 70 ni 19 ga ko'paytirsak. Necha bo'ladi? 63 70 133 mi? 133 ga 35 ni qo'shamiz. 19 ni 7 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? 133 bo'ladimi? 63 ga 70. To'g'ri, 133. 133 ga 133 qo'shilgan 350 qo'shsak 0 niye 0 8 61 1680 taqsim 19. Endi AC ni topdik. Bizdan nima so'ralgan o'zi? AC taqsim 1680 taqsim 19 taqsim 600 taqsim 19. 19 da so'rashadi. 1680 taqsim 660 deylik. Buni 6 ga bo'laveraylik, necha bo'ladi? Dars yozamiz. 6 ga bo'laveraylik, necha bo'ladi? 28 taqsim 10. 14 taqsim 5. Xo'p, endi qisqacha S yo'q edi bizda. S ni o'zimiz belgilab oldik 240 deb, A B shahar orasidagi 240 bo'lsin. 200 yo 120 bo'lsin. 120 bo'lgani sababi
nima deydi 12 120 bo'lgani uchun shunga karali son qilib oldik. Endi ikkita shahar bu tomon A'dan Bgacha masofa 120 bo'lsa, A ning soyasini bu yoqqa tortsak 120 ga 120 240 bo'ladi. Birinchisi endi 120 bilan mana yerga yo'lning yarmiga 2 bo'ldi. Yo'lning yarmiga 2 bo'ldi. Endi oldidan boryapti buni. Oldidan boryapti. Bu esa 70 ni bosib o'tdi. O'rtada 50 qoldi. 50 metrda, 50 kilometrda bir-biriga qarab qancha vaqtda bosib o'tish topishimiz kerak. Shuning uchun 50 ni ikkita tezlik bir-biriga qarab kelayotgani uchun yig'indisiga bo'ldik. T vaqtni topib oldik. T vaqtda 5/19 bo'ldi. 5/19 da uchrashar ekan. Endi mana shu B dan boshlab bungacha qancha yurganini topish uchun, S'gacha bo'lgan masofani topish uchun 120 ga tini ko'paytirib mana bu yergacha bo'lgan masofa kelib chiqish kerak. 120 ga tini ko'paytirib, ya'ni 5/19 ni 600/19 ber topdik. Xo'p, keyingisi esa mana yerga kelib turuvdi-ku. Endi bunni ham t masofada shuni bosib o'tish kerak. 70 tezlik bilan qaniydi? 70 tezlik bilan. Xo'p. 70 tezlik bilan mana yergacha S'gacha bo'lgan masofani mana yerga kelib bo'ldi, mana yerga 70 ni bosib o'tdi. 1 soat bu mana yerga kelgan payt bu yerga kelib bo'lgan. Endi mana bu joyda o'sha t vaqtda bu yergacha S'gacha kelgan bo'lsa, 70 ko'paytirilgan 7/19 5/19 ko'paytirdik. Endi mana bu yergacha o'zi 70 ni bosib bo'lgan edi, t vaqtda yana shuncha bosib o'tdi. Endi yig'indisi A dan S'gacha bo'lgan masofani beradi. Mana ki. Endi A S taqsim B S ni topdik. Proporsiya bo'lish bu 14/5 chiqdi. Qiynadi lekin shunisi rostdan. 22 ni ko'ramiz endi. Hovuzga 4 ta qur o'tkazilgan. 4 ta qur o'tkazilgan. Ikkinchi, 3-chi va 4-chi quvurlar. 4 ta quvur. 1 taqsim A, 1 taqsim B, 1 taqsim C va 1 taqsim D qo'llaman. Ya'ni birinchi quvur A soatda, ikkinchi quvur B soatda, uchinchi quvur C soatda, to'rtinchi quvur D soatda to'ldiradi. Xo'p, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi quvurlar hovuzni A soatda deb berilgan ekan o'zi. Demak, mana bularni A, B, C, D deymiz. Hop, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi quvurlar A soatda to'ldirar ekan. Hop, birinchi va ikkinchi quvurlar B soatda to'ldiradi. Birinchi va ikkinchi quvurlar. 1 taqsim A plyusdan 1 taqsim B ko'paytirilgan B teng 1 ga teng ekan. Xo'p. Hamma quvurlar hovuzni C soatda to'ldiradi. Hamma quvur. 1 taqsim A plyusdan 1 taqsim B plyusdan 1 taqsim C plyusdan 1 taqsim D ko'paytirilgan C teng 1 ga teng. Xo'p. Ikkinchi quvur hovuzni qancha vaqtda to'ldiradi? Ikkinchi quvur o'zi so'ralyapti. Xo'p. Mana ular o'chiramanni tagiga yozib chiqaman. 1 taqsim A, 1 taqsim B, 1 taqsim C. Bizda A, B, C harflar bor. Mana bu katta harflar yo'q. Katta harflar yo'qotib olishimiz kerakda. Bizga mana ular. Xo'p. Ikkinchi quvur hovuzni qancha vaqtda to'ldiradi o'zi deyapti. B ning o'zi katta B so'ralyapti bizdan. Katta B ni topish uchun bu ikkalasini qo'shamiz. Bu ikkalasini qo'shsak 1 taqsim A plus 1 taqsim 2 taqsim B bo'lib qoladi. Qo'shilgan 1 taqsim C plyusdan 1 taqsim D teng ikkalasi yig'indisi. A qo'shilgan B taqsim AB bo'lib qoladi. Shundaymi? Endi pastda ayirishimiz kerak. Mana buni ayirib olsak, bu bilan bu ketadi, bu bilan bu ketadi, bu bilan bu ketadi, buni o'zi qoladi. 1 taqsim B ni o'zi qoladi. Bittasini ayirsak. 1 taqsim B teng.
Hop, buni ayirsak endi. Ayrilgan 1 taqsim s qiladigan bo'lsak, buni as plyusdan bs o'ng mahrajda minusdan ab taqsim abs bo'ladi. Teskari qilib olsak, bizda katta bning o'zi so'ralgan edi. abs taqsim as plyusdan bs minusdan ab bo'lib qolar ekan. Javob bs ab minusdan bs bilan as plyusdan to'g'ri. A varianti ekan. Boshladingmi? Yo'q, boshlayapmiz. A, B, S. Xo'p. B shahardan bir mashina 2 v tezlik bilan, S shahardan boshqa bir mashina 3 v tezlik bilan A shaharga. Xo'p. B shahardan bir mashina 2 v tezlik bilan, demak, bu yoqqa qarab ketyapti 2 v bilan. Xo'p. S shahardan bir mashina 3 v tezlik bilan bu yoqqa qarab ketyapti 3 v bilan. A shaharga. A shahardan boshqa bir mashina esa v tezlik bilan mana bunga qarab ketyapti. V tezlik bilan bunga qarab ketyapti. Xo'p. S shaharga qarab bir vaqtda yo'lga chiqdi. A dan yo'lga chiqqan mashina B dan yo'lga chiqqan mashina bilan t soatdan keyin uchrashganidan necha soat o'tgach S dan yo'lga chiqqan mashinaga bilan uchrashadi. Mana ikkalasi, bu ham S, bu ham S. S masofani V qo'shilgan 2 v bir-biriga qarab ketayotgan bo'lsa, t vaqtda uchrashibdi. S teng 3 v ko'paytirilgan t. Shundaymi? Xo'p, qancha vaqtda uchrashibdi? T vaqtda uchrashibdi. U mana bu yerda uchrashgan bo'lsin, to'g'rimi? Bir-biriga uchrashdi. Endi qancha vaqtdan keyin bu mashina bilan uchrashadi deyapti. Bu mashina S masofani 3v bilan mana bu yerga kelib qo'ygan bo'ladimi o'zi? Endi mana bu mashina 3 bo'lsa, mashina 3v bilan t vaqtda o'zi S ga kelib qo'ydi o'zi. Mana bu yerga kelib qo'ydi. Endi bular necha soat uchrashadi deyapti. Xo'p, mana bu yergacha qancha masofani bosibdi? V ko'paytirilgan t topib olaylik. S taqsim 3 bo'ladimi? Mana bu yerda. Demak, ular mana bu yerda uchrashishgan. S taqsim 3, bu yer esa o'sha masofa S bo'lsa, bu 2s taqsim 3. Mana shu yerda uchrashdi ular. Endi u mashina 3 S dan chiqqan mashina o'zi mana yerga kelib turibdi. A dan chiqqan mashina esa o'zi mana yerda turibdi. Mashina A. Mashina S deb qo'yaylik. Mashina S. Endi bular bir-biriga uchrashishi kerak. Yana tezliklar qo'shiladimi? 3v qo'shilgan v ko'paytirilgan x vaqtda qancha masofani bosib o'tish kerak? 2s taqsim 3. Xo'p, ikkalasi yig'indisi necha edi? 4v. 4v. V nimaga teng? V teng s taqsim 3 ta. Xo'p. Demak, 4 ko'paytirilgan s taqsim 3 t ko'paytirilgan x teng 2s taqsim 3. 3 lar soddalashadi, s lar soddalashadi. 4x teng 2. T ham bor. T deb qo'yibdi. X teng t taqsim 2. Bo'ldi. Necha minut bo'ldi? Pauza qildi. 24-misol. Xo'p. B A. Xo'p. A dan chiqqan mashinaning tezligi qancha ekan? 75 ekan. Mana bu yer 180. Bu yerdan 75 bilan chiqdi. Xo'p, B dan chiqqan mashinaning tezligi esa 90 ekan. Bu tomonga qarab 90 chiqdi. Bu yerda esa S. Mana bu S. Bu S masofa bo'lsin. Xo'p,
Bdan chiqqan mashina bu yoqdan ketib qaranglar. Nechta keldidagi S'ga borib, to'xtamay yana iziga qaytib keldi. Bu esa shu yo'nalishda kelyapti, to'g'rimi? Endi mana bu bundesiga aylanib yana bu yoqda ketgan bo'lsa, mana bu mashinani bu yoqqa siljitib, babar deb buni o'chirib tashlab, mana bu S bo'lsa, bu yerga S ko'chadimi? Mashina mana yerda deb bir-biriga qarab kelyapti desak bo'ladimi? Bu 90 ni o'chiramiz dagin, mana bu qaratib 90 tushdi. Endi общий masofa qancha bo'lyapti? 180 qo'shilgan 2S ni 4 soatda 75 plyusdan 90 bilan bosib o'tyapti. Xo'p, 180 plyus 90 plyusdan S deylik, 2 ga bo'lib o'ramiz. 2 ni ko'paytirish qilamiz. 150 plyusdan 180. Nima? Xo'p, bu yoq ayirish bo'lsa S teng 90 qoladi, 240. 240 da javob ekan. To'g'ri ishlab qo'yibmiz. 10 ta misol yetarmencha megabaytga to'kdi. Ishlab qo'yaylik.